Bir hafta ichida profilimga 20 mingta odam qo'shildi. Yangi qo'shilganlarga o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men ismim Barno Suleymanova, 10 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli shifokor dietologman. Ma'lumotim 2 marta oliy, 18 yoshimda kollej o'quvchisi paytimda turmushga chiqqanim sababli vrachlikda o'qish qiyin bo'ladi deb tibbiyot universitetiga topshirmaganman. Lekin O'zbekiston Milliy universiteti biologiya fakulteti biotexnologiya yo'nalishida grant asosida o'qib tamomlaganman. Bitirgan yilimni o'zidayoq Toshkent vrachlar malaka oshirish institutida klinik diagnostika laboratoriyasini muvaffaqiyatli bitirganman. Hattoki laboratoriyada vrach-laborant bo'lib ham ishlaganman, lekin baribir yoshligimdagi orzuyim meni hech tinch qo'ymagan. Shu sababdan yana boshidan Rossiyaning Novosibirsk shahridagi Novosibirsk davlat tibbiyot universitetida davolash fakultetida birinchi kursdan o'qiganman. O'zbekistondagi ilk keto dieta kursini asoschisi va muallifiman. Hozirgi kungacha 8 ta mualliflik kursim bor va shu kurslarim orqali 40 mingdan ortiq insonlar o'qishgan. Mani metodim umuman boshqacha, ya'ni men har bir bemor o'quvchilarimning holati, muammosi, nimalar bezovta qilishini shaxsan o'zim tanishib chiqib, analiz topshirtiraman. Muammosini ildizini aniqlab turib, yaxshilab lecheniya yozaman. Lecheniyani o'zida ichidagi barcha muammolar yo'qoladi. Ich qotishi, qabziyat, qorindan bo'lishi, og'izdan, teridan keladigan noxush hidlar, sochlarning yog'lanishi, yuzdagi dog'lar va toshmalar. Asosiysi, lecheniyadan keyin 3 kunda ich har kuni kelishni boshlaydi. Semirishga asosiy sabab bo'layotgan gormonlar to'g'irlangandan keyin ozish juda ham tezlashib ketadi. 2 oylik kurs o'quvchilarim o'rtacha 25 kilogramgacha vazn tashishadi. Ayollarda hayz vaqtida kelishni boshlaydi. Gormonlari to'g'irlangandan keyin ko'pchilik homilador bo'lib qolishadi. Erkaklarda esa testosteron va erkaklik quvvati oshadi. Oyoq og'rig'i, bo'yin, tizza, tirsakdagi, qo'ltiq osti, jinsiy sohalardagi qorayishlar, papillomalar, qorindagi yog'lar yo'qoladi. Bu yil 40 ming o'quvchilarim sonini 60 mingga olib chiqmoqchiman. Yana kamida 10 tonna yog'ni eritmoqchiman. Instagramdan tashqari YouTube'da ham mutlaqo bepul ozish va gormon ichaklarni to'g'irlash uchun darsliklarni berib boraman. Telegram kanalimda esa hech qayoqda etmaydigan o'zimning metodlarim bilan bo'lishib boraman. YouTube va Telegram kanalim silkasi profilim shapkasida. Ularni bepul darslarga ega bo'lishingiz mumkin. Meni kuzatishda davom eting, har kuni ozish uchun foydali, kerakli ma'lumotlarni berib boraman. Bu videoni ozib, gormonlarini to'g'irlamoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.